Assalomu alaykum. Bugun bitta dushovxona uyimizda topshirdik. Kirmashinka bu rабочий uydagi boshqa joyda turgan, yerga qo'ydik. Dush kabina pardasini tiktirib o'ziniki kalta bo'lib, buni balandroq qilib qo'ydik. Kranshtaynda ham bu yerdan upor berib qo'yganmiz. Patolog trekasiga. Rakina, shkafchalik. Unitaz. Qarmoqi. Tak, bu yerda katyalni terilgan shkaf bo'ladi bu yerda. Toklari chala holatda. Ikkita nasos, bittasi отоплениyaga, bittasi to'plipol ishlaydi. Radiatorlar. Xonalar kattaligini hisobiga ikkita tochka qilib bo'lib qo'yganmiz. Klientga ham o'zi ko'proq bo'lsin deb, kam bo'lmasin, mayli deb. Bu yoqda ham bor. Bu yerga maydasini qo'yganmiz, 35lik yoki 50lik katta xonalarga. Biz asosan ikkita qo'yish ham shart emas. To'pli pol bo'lmaganda ozgina to'pli polimiz bor, shuni hisobiga ikkita nasos.